Do'stlar yaqinda Xorazm bozor profilində kommentariya show o'yin o'tkazib. Shunda qaysi obunachimiz kommentariya yozsa va shuni randomli sposob bilan tanlab olamiz dedik. Appkamiz birinchi o'rinni oldilar. Shu yerda Sardor Eshjonov profili birinchi o'rinni oldi. Appkamizga va'da etilgan podarkamiz 25 kvadrat metrgacha bo'lgan bir xonasini natijada potliq o'rnatib berish va buning uchun appkamdan hech qanaqa pul olmaymiz. Xudo xolosa appkam bizlarga telefon nomerlarini qoldiradi, uy adresini tushuntirib beradi. Xudo xolosa ertaga yoki bir kun bizning zametchiklarimiz borib, razmerlarini olib keladilar. 3 yoki 4 kundan keyin ustanovchilarimiz borib, natijada pullarni o'rnatib beriladi. Bizlarni kuzatganingiz uchun, aktivniy bo'lib turganingiz uchun sizga katta rahmat. Rahmat sizlarga katta. Sizga rahmat. Appkamiz o'yinimizni 2-o'rin g'olibasi, aynan va'da etilgan islomiy dekoratsiyani taqdim etamiz. Xudo xolosa chiroyli etib uyingizga borib ustanovka o'rnatib qo'yganingizdan keyin bizlarni eslab, shu bolalar aytib beradi deysiz, ertangi kunga uyingizda remont bo'lib qoladigan bo'lsa, natijada potolog kerak bo'lsa, bemalol bizlarga aytsangiz bo'ladi. Uyingizga olib borib, shu ko'ngilsizlar, ilatdag'lar, orqa tarafdagilar hamma aytsangiz bo'ladi. Shunday o'yinda qatnashmam, shunday polar ketdilar. Haqiqiy ekan deb. Shu narsani so'rab qo'y. Haqiqiy ekan. Haqiqiy ekan, olyapmiz. Rahmat sizlar ham savdolaringiz barakasini bersin. Ilohim aytganingizga rahmat aka. Inapcha. Uyga borib qo'ysangiz yashullam so'rni ikkita rang. Yashul endi siz aytmaydi. Telefonda o'tirma demidi endi. Yashul endi siz hech qachon so'kmaydi. Xotin ko'proq telefonda o'tir deydi endi sizga. O'yinimizni 3-o'rin g'olibi og'amiz ekan. Bolasi maktabda ekan, shuna bizgacha qaratibdi. Og'amizga yana va'da etilgan sovg'amiz topshiramiz. Og'a o'yin haqqi nima ekan? Haqqani ekan. Men bilan ya firma bilan ya Suroj bilan qarindoshchilik keringiz yo'qmi? Yo'q, hech kim. Shunday. Shunday o'tirdik, tanladik, sizniki chiqdi naqa. Xudo xolasa sizni podarkangizni shu uyingizga olib borib, qistirib, sizlar bizlarni eslab, duo etib qo'ysangiz bo'ldi, savdosi yaxshi bo'lsin deb bizlarga shu yetadi, shu kifoya. Keyin hurmatli obunachilar, bizlarni YouTube, Instagram, Telegram kanallarimizga obuna bo'lib qo'yinglar, sabab bunday o'yinlar hali ko'p bo'ladi. Keyingi o'yinimizning g'olibi aynan sizlar bo'lib qolishlaringiz mumkin. Tabriklayman. Rahmat. Sizlar shu yaxshi kunlaringizda xizmat etasiz, uyingizda chiroyli bo'lib, ko'rkana ko'rib qo'shtirsiz uyingizni. Rahmat sizlar ham. Rahmat. Ishlaringiz rivoj. Savdolariniz bersin. Ilohim.